Sahabelar içinde baturlıqı, ilmi, parasiti bilan meşhur. Cennet bilan xush bisharat berilgan sahabelarning biri. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bu muborak oyni mulhusulluq o'tkazish tilki bilan so'zimni boshlayman. Bugun biz tarixdagi mushu kunda yuz bergan eng muhim voqealardan biri bo'lgan Ali roziyallohu anhuning vafoti haqida to'xtalamiz. Ali roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning jiyani va kuy o'g'li bo'lib, kichkidilla payg'ambar alayhisolamning tarbiyasida cho'ng bo'lgan. Tunji iymon etgan sahabelar ichidagi eng kichik hisoblanadi. Sahabelar ichida baturlıqı, ilmi, parasiti bilan meşhur. Cennet bilan xush bisharat berilgan sahabelarning biri. Ali roziyallohu anhu ahli baytdan bo'lganligi, payg'ambarimiz tarafından alayida itibarga erishganligi, fazilat haqida payg'ambarimiz tarafından berilgan guvohliklar bilan islom tarixidagi muhim shaxsiyatlardan biri. Ahl Baytga agishish da'vosi bilan o'ttirib chiqqan Shia toifasimi payg'ambarimizning Ali roziyallohu anhuning fazilatlari haqidagi so'zlariga ko'ptirmay yolg'on yovdaq so'zlarni qo'shib rivoyat qilib, Ali roziyallohu anhuni islom shariatiga uyg'un kelmagan shaklda ziyoda hurmatlash bilan birga boshqa bir bo'lak sahobalarni Ali roziyallohu anhuga qarshi chiqqan degan da'vo bilan ig'izga olg'usiz tillar bilan haqorat qiladi. Amaliyotda payg'ambarimiz atrofidagi har bir sahabaga o'ziga yarasha ortiqchiliklar bilan e'tibor bergan, fazilatlarni tilga olgan edi. Ba'zi sahabalarning rostchilligi bilan, ba'zi sahabalarni sir saqlay oladiganligi bilan, yana ba'zi sahabalarni boturligi bilan tilga oladi. Payg'ambarimizning atrofidagi kishilarga qilgan muomalasida ish beshida bo'lgan kishilar ilish kerak bo'lgan darslar bor. Ish beshida bo'lgan kishi qo'l ostidagi kishilarning atidan kechkish kemchiliklarni emas, ortiqchiliklarni ko'ra olishi, shuning qarta vazifaga qo'yishi, shuning qarta muomala qilib foydalanish kerak. Payg'ambar alayhisolamning izidan olgan xulafai rashidlarning 4-inchisi bo'lgan Ali roziyallohu anhu, Osman roziyallohu anhu xavorijlar tarafidan shahid qilingandan keyin musulmonlarning siyosiy ahvoli qalaymaqon bir mezgilda xalifa bo'lgan edi. Bu kishi Abdurrahman ibn Muljim ismli mal'un tarafidan Hijriya 40-yili, milodiya 661-yili 62 yoki 63 yoshida shahid qilindi. Abdurrahman ibn Muljim bugunga qadar islom dunyosining beshiga balo bo'lib kelgan xavorijlar toifasidan bo'lgan biri edi. Ali roziyallohu anhu Ramazonning 17-kuni Bamdod namoziga turgan vaqtida orqa tarafidan urilgan zaharlangan qilich bilan yiqilgan va 2 kundan keyin, ya'ni Ramazonning 19-kuni jon uzgan edi. Namard dushmanlarning qo'llangan usuli har vaqt o'xshash bo'lib kelgan. Qur'on o'qib o'ltirganda orqa tarafidan xanjar urgan Osman roziyallohu anhu bo'lsin, Bamdod tahorat olg'ilmanganida qorong'ida xanjarlangan Abduqodir Damullan bo'lsin, yoki tarixda suiqasdga uchragan boshqa mashhurlarimiz bo'lsin, o'z davosida rostchilik bilan mang'an, har turli to'salg'ularga bosh egmasdan dodli qadam tashlab mang'anligi uchun mardlik bilan maydonga chiqa olmaydigan qo'rqinchoq dushmanlar tarafidan suiqasd qilib o'ldirilgan edi. Haq bilan batil ko'rishi qiyomat qoyim bo'lgan qadar mush shaklda davom qiladi. Haq uchun jon bergan şu şehitlerimizin ruhi şad olsun. Allah ularni öz cemalini ko'rish bilan mukofotlantirsin.